Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida yangi qurilgan binomiz 8 qavatli binosi 7-qavatida 60 metr kvadrat 2 xonadondan sotib chiqdi. Lokatsiyasiga kelsak, hurmatli obunachilar, Sholqomaton do'rsindagi domlarimiz yana bir-biridan go'zal parkovkasini qaranglar. To'y bersak ham bo'la berdi, 1000 odamlik. Yozgina. Narigi tomonlari bolalar o'ngohlari Rasinda bugun bozorning chap qismida joylashgan domlar. Bu yerda yana o'zini alohida yana mestasi bor. Görüşürüz ki obunachilar gazı, sveti, suvlari getir. Ko'p domlarda gaz azı yo'q. Muammo bo'lib yotdi. Bunda doğru tayyor gelip bemalol xarid qilsanizlar bo'ladi. Yine o'zlarini alohida etib endi nima deymiz? Podez qisman dum keng tushgan. Xullas berimizda 8-7 podezlar bor ekan. Salomashab ahamiyati yo'q. Qaziroqlari bor. Bu tomonimiz alohida domimiz. Nima deymiz? Rishvatga tortilib bu domlarga bo'g'an o'zlari. Xullas üzerindeki maşınlar durur. Lişçi adam durmuyordu. Bazarcıdan gel durmuyor. Xullas esa tomosha qilsanizlar. Kanalimizni yangi bo'lsang, like, подписаться bo'lmoqlar, подписаться bo'lib qo'yasiz deb umid qilaman. Farmon usta bor. Domnichi sifatlimi dom? Mana sifatli dom ekan. Girishimiz ahamiyat bersak, oyoq telanib bu yerda munomir bilan o'tilgan ekan, fasadlar ham urilgan ekan obunachilarimiz. Mesela endi podezlarimiz divizyon datchli qo'yilib o'tilgan endi. Liftlerimiz işlet tuttu berimizde yine. 8. kata gitsek. Basın taksır. Boldu azı karıma. Yine abunachilarimiz 7. kata çıktık. Bunda bu tamamızda 2 xonadon, berimizde 2 xonadon. Doğumuzda divizyon datchlar qo'yib o'tirgan. Svetimizning yine hisoblagichlar bor. Uzun koridor, eshiklarimizda mana zamonaviy ishlar. Kadastrlar tayyor, bemalol xarid qilsanizlar bo'ladi. Subsidiya birlamchi yo'q, faqat naqd pul bilan ikkilamchi bor. Ko'p mijozlar bezovta qilmanglar iltimos. Kadastr chiqqan ikkinchi qo'la o'tgan. Shuning uchun buni subsidiya qilib bo'lmaydi, birlamchi ham qilib bo'lmaydi. Aytib o'tish kerak endi bir-birini bezovta qilmasdan. Hojatxonamiz bu yerda chap qismida joylashgan ekan. Hojatxonamiz ko'p odam bu yerni pergotkasini olib, sonuzilar qo'shilib aytib o'tdilar. Bu ham 1 metr 80 santim, 1 metrdan ziyod. Oshxonamizda qo'yib o'tirganda, qanday sistemalar kelgan, suvlarimiz yetib turibdi. Yine söz dalil isboti gazimizda. Görüşler mümkün, talep qilib olinglar. Ko'p quruvchilar hozir qo'ymin turibdi. Iloji boricha nima deymiz? Qonun usti bor O'zbekistonda. Xalqqa e'tiborli bo'lar. Yine Raysindir buyum bozorni yaqinroqdan qadrdan olsak yine obunachilarimiz. Parkovkalar hamma bu tomon Sulton Bayramda chorrahasi, berimizda Pitak. Ulu mashinalar turadi yine. O'zini şöyle stankasi joylashgan ekan. Berimizda balkonimiz ham bir ko'p odamlar chiroyli o'tib turibdi. Gazon döşe, xullas. Balkona girmeyen kadastrlar shuni ham aytib o'taylik. Ko'p quruvchilar buni ham girib turibdi. Asli qonuni bo'yicha girish mumkin emas. Obunachilar. Ishqilib xullas shuna ham ahamiyat berish kerak. Alohida. Ko'p quruvchilar shu kadastrga girib turibdi, lekin umuman mumkin emas balkonimizni. Balkondan olib ketaverdiinglar. Girseler. Birimiz yine zal kısmımız, mehmonxonamiz yine. Bu tomonimize gelsak, sanuzelimiz birini pergotkasini xullas qo'yib bersangizlar, o'zingiz alohida nur bo'ladi. Kengroq bo'lish uchun, baroqa qo'yish uchun da. Xullas sanuzelimiz shu yerda bo'ladi, obunachilarimiz. Birimizini yotoqxonasi. Yotoqxonasi meni keng ko'rishlar mumkin, ajoyib etib tuzatilgan ekan. Aynalarimiz ham panoramnisidan Beko firmaning oynalari. Yaxshi oynalar bilan aqo bilan nima deydi, raqobatdosh desak ham bo'ladi, xullas. Pishgan karvich, ahamiyat bersak, 100% pishgan karvich. Penoblok, gazoblok emas. Endi gazoblok, penoblok ham endi davr talabi, uning ham iloji yo'q. Yuqoridan buyurgandan keyin domchilar ham qurishi kerak. Shuning uchun hamma karvich zo'r, hammom zo'r, pishgan ham gap ishlatishda. Berimiz xullas yine 2 kere çörülgen o'xshaydi obunachilar. Aytib o'taylik, buni 1,5, bu taraf ham bo'yni 2 kere çörülgen. Qishda yine issiqqina bo'ladi, yozda gün salqin bo'ladi. Xullas zo'r obunachilarimiz. Narxincha so'm deydi mijozlar uchun. Hurmatli obunachilar, narx navosincha so'm desangizlar, narxi 360 million so'mga baholandi. Shunda 8 qavatli binomiz 7 qavatida joylashgan ekan. Depa kısmından ham yana kvartiramiz bor. Endi nomerlarni eslatib o'taman. 88 510 30 00 88 601 70 70 aloqa chiqarsa. Faqat ikkilamchi bilan naqd pul sotiladi. Obunachilar, shoshilamiz, korobka qiyroq
İlacı parçalar korobkani alıb satqanın yaxşı. İli yaşağının yaxşı. Sağ bulunla, aman bulunla.